13. Bab. Hazreti İsa merkezi ibodatxonadan chiqayotganda shogirdlaridan biri uningga: "Ustoz, qarang, bu nima degan ko'rkam toshlar? Nima degan hayvatlik imoratlar?" dedi. Hazreti İsa uningga: "Sen bu hayvatlik imoratlarni ko'ryotamsan? Bu yerdagi hamma narsa gumron qilindi. Hatto bir tal ul teshimi joyida qoldirilmaydi", dedi. Hazreti İsa Zaytun teg'ida markaziy ibodatxona tarafga qarab o'tirganda, Petrus, Yaqub, Yuhanna va Anderlar ostig'ina uningdan: "Bizga aytingchi, bu deganlaringiz qachon yuz berdi? Bularning yuz beradiganligini bildiradigan qandoq bishorat bo'ladi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga tushuntirishga boshladi. "Boshqalarning ozdirishidan hoşyar bo'linglar. Nurg'un kishilar mening nomimni setib, qutqizg'uchi Masih men bo'lman deb elib, ko'p odamlarni ozdirdi. Sizlar urush xabarlari va urush shaplarini anglagan vaqtinglardimi? Aloqzada bo'lib ketmanglar. Chunki bu ishlarning yuz berishi muqarrar. Lekin bu zaman oxiri yetib keldi deganlik emas. Bir millat yana bir millat bilan urush qiladi. Bir davlat yana bir davlatga hujum qiladi. Nurg'un joylarda yer tavrash va ocharchiliklar yuz beradi. Mana bu ishlarning yuz berishi xuddi homildor ayolning to'lg'ining boshlanganiga o'xshaydi. Sizlar o'zinglarga paxas bo'linglar. Kishilar sizlarni tutqun qilib, sotga topshirib berdi. Ibodatxonalarda qamchilaydi. Sizlar menga ishonganinglar uchun vali va podsholar oldida so'roqqa tortilasizlar. Buning bilan ular oldida mening guvochilarim bo'lasizlar. Lekin xushxabar butkul millatlarga zaman oxirdan burun yetkazilishi kerak. Shunga sizlar tutilib sotga topshirilganda nima deyishdan andish qilmanglar. U chog'da sizlarga nima nisb etilsa, shuni danglar. Chunki so'zliguchi sizlar emas, muqaddas ruhdir. Qarindosh qarindishiga, ota bolasiga xoinlik qilib, ularni o'limga tutib beradi. Bolalarmi ota onasi bilan qarshilashib, ularni o'limga ishtiradi. Menga ishonganinglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qiladi. Lekin oxirgacha bardoshlik berganlar jazman qutqizildi. Yirginchlik vayron qiluvchining o'zi turishga tegishli bo'lmagan yerda tug'unini ko'gininglarda. Kitobxonlar bu so'zning ma'nosini tushunsin. Yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin. O'gizidikilar uyidagi narsa keraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmi chopinini elishi uchun uyiga qaytmay qechib ketsin. U kunlarda kechisi apsi bo'lgan homildor ayollar va bola emitadigan onalarning holiga voy. Bu voqealarning qishga to'g'ri kelib qolmasligi uchun duo qilinglar. Chunki u kunlardagi baloyi ofatlar Xudo olamni yaratgandan buyon ko'rilib boqmagan. Kelgusidimi ko'rilmaydi. Parvardigor u kunlarni azaytmisidi, hech kim qutulolmaydi. Lekin Parvardigor u kunlarni o'zi tanlaganlari uchun azaytgan. Agar u chog'da birislarga qaranglar, qutqizuvchi Masih bu yerda yoki qaranglar, Masih ana u yerda desa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar, soxta payg'ambarlar maydonga keladi. Agar mumkin bo'lsidi, ular Xudo tanlaganlarni mo'jizalar va karomatlar bilan ozdirgan bo'ladi. Shuning uchun hoşyar bo'linglar. Men bularning hammasini aytish bilan sizlarni oldin ola ogohlantirib qo'ydim. U kunlardagi baloyi ofatlar o'tib ketgandan keyin quyosh qoriyib, oy yorug'lik bermas, yulduzlar osmondan to'kilib, osmon jismlari larziga kelar. U chog'da
Kishilar inson o'g'lining zo'r kuch-qudrat va shon-sharaf bilan butlar ichida kelayotganligini ko'rdi. İnson o'g'li farishtalarni avatib, o'zi tanlagan kishilarni olamning bir chetidan yana bir chetigacha dunyoning to'rt bulungdan yig'ib bir yerga jam qildi. Anjir darg'idan saboq ilinglar. Uning shoxlari ko'kirib, yangi yo'pilmoq chiqarganda yozning kelishiga oz qolganligini bilasizlar. Xuddi shuningdek, men boy degan alomatlarning yuz berayotganligini ko'rininglarda, Xudoning podshohligining eshik oldida, ya'ni namoyon bo'lish oldi turayotganligini bilinglar. Bilib qo'yinglarki, mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib, bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi. Osmon zemin yo'qludi, biroq mening so'zlarim yo'qolmay, mangu inovatlik bo'ladi. Bu ishlarning yuz beradigan vaqt soatiga kelsak, buni otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Ne erishdiki farishtalar, ne o'g'li bilmaydi. Paxas bo'linglar, sagak bo'linglar. Chunki u vaqt soatning qachon keldiganligini bilmaysizlar. Bu safarga chiqmoqchi bo'lgan odamning ahvoliga o'xshaydi. U yo'lga chiqadigan chog'da chakorlarning xizmat doirasini belgilab, ularning har biriga birdan vazifa topshirdi. Darvozadagi kuzatchigimi hoşyar bo'lishni toplaydi. Shuningga o'xshash sizlarmi hoşyar bo'linglar. Chunki uyning xo'jayinining keladigan vaqtining kashqurunmi, tun yerimimi, g'o'raz chilgan vaqtmi yoki sahar vaqtimi, uni bilolmaysizlar. Shunga u tuyuqsiz kelib, sizlarni g'aflat uyqusida ko'rib qolmasin. Sizlarga aytganlarimni hammaylanga aytaman. Hoşyar bo'linglar.